Assalomu alaykum. 9 sinfda video darslarimizni davom ettiramiz. Demak, 30-mavzuga yetib keldik. Bu mavzuyimiz ikkinchi guruh yonaki guruhcha elementlarining davriy sistemadagi o'rni va atom tuzilishi. Demak, kimyoviy elementlar davriy jadvalining ikkinchi guruhi, ya'ni bu ko'proq qanday beriladi? Ikkinchi B guruh deb beriladi. 3 ta kimyoviy element bor: rux, kadmiy va simop kiradi. Bu elementlar kimyoviy element davriy jadvalida joylashgan, uni atom tuzilishi 15-jadvalda ko'rsatilgan. Jadvalni hozir ko'ramiz. Ikkinchi guruh yonaki guruhchasi, ya'ni rux guruhchasi elementlarining barchasi tashkilotida ikkitadan s elektron bo'ladi. Demak, hammasi s2 bo'lib tugaydi. Ular qaytaruvchi. Qaytaruvchi degani elektron beradi. Metall bo'lgandan keyin qaytaruvchi. Qaytaruvchilik xossasi ruhdan simopga tomon kuchsizlanib boradi. Mana shu zonasiga e'tibor berishinglar kerak. Endi mana elementlarni darsda joylashuvi, bu yerda men tushuntiradigan ma'lumot yo'q. O'zingizlar mustaqil kitob orqali ko'rib tursanglar bo'ladi. Endi mana bu joy kerak, qaranglar. Ruhdan boshlaymiz. Mana bu birikmasi bor. Mana rux karbonat yoki rux shpati, rux sulfidi yoki rux aldamasi deyiladi. Kadmiy sulfid, grinokit, mis konlarda mis bilan. Endi simop 2 sulfidi yoki kinovar. Mana shu moddalarni yod olib qo'yishinglar kerak. Endi agarda videoda birorta muhim ma'lumot aytilgan paytda tushunmay qolsanglar, iloji boricha qaytarib ko'ring yoki pauza qilib to'xtatib ko'rsanglar ham zo'r bo'ladi. Endi rux guruhchasi elementlar asosan ekvivalentli bo'lib, simopning bir valentli birikmalari ham bor. Demak, rux asosan ekvivalent, kadmiy ham asosan ekvivalent, lekin simopda nima ekan? 1 va 2. Simopda shunaqa bir valentli birikmalari ham ma'lum deyapti. Ularni tartib raqam ortib borishda metallik xossasi kuchayib boradi. Metallik xossasi kuchayadi pastga, lekin qaytaruvchilik kamayadi. Bu ajoyib zo'r narsa. Odatda boshqa narsalarda metallik bilan qaytaruvchilik bir xil yuradi, lekin bularda biroz boshqacha. Mana tepada aytildi. Qaranglar. Qaytaruvchilik xossasi pastga kamayadi, lekin nima bo'lyapti bu yoqda? Metallik xossasi kuchayyapti. Endi rux rudalari O'zbekistonda Jizzax, Surxondaryo viloyatlarining Uchquloch, Xondiza konlarida qazib olinadi. Demak, rux rudalari qaysi deganda Uchquloch, Xondiza konlarni aytishinglar kerak. Mana shu ikkita kon. Olmaliq ruda maydonida mis rudalari bilan birgalikda kadmiy rudalar ham uchraydi. Endi sanoatda rux metallini olish uchun uning tabiiy birikmalari rux aldamasi kuydiriladi. Sanoatda olish uchun degan joyga e'tibor berib qo'yamiz. Mana ruxning tabiiy birikmasi rux aldamasi kuydiriladi. Demak, rux sulfidga kislorod qo'shganda, demak, rux oksidi bilan SO2 chiqadi. Endi rux oksidga qaytaruvchilar bilan qaytariladi. Qaytaruvchilar odatda mana uglerod yoki mana is gazi qo'shgan paytda ular kislorodni olib ketadi va rux o'zi qoladi. Endi ruhning fizik xossalari. Rux och havo rangli kumushsimon qattiq metall. Ruhni havoda oksidlanib xira bo'lib qolganini ko'rgansiz deylar. Xo'p, kim tunikalarga e'tibor bergan bo'lsa, ya'ni tomga yopiladi, devorlar tayyorlanadi. Yangi paytda yaltiroq nurni yaxshi o'tkazib qaytaradigan bo'ladi, yorqin. Vaqt o'tishi bilan oksidlanib, korroziyalanib xira bo'lib qoladi. Ruhda mana shunday xususiyati bor. Endi kimyoviy xossalar. Rux metallning sirti havoda oksidlanib, yubka oksid pardasini hosil qiladi. Havoda oksidlanib, yubka oksid pardasini hosil qiladi. Shuning uchun bu barqaror, korroziyaga chidamli rux. Endi mana rux kislorod qo'shib rux oksid hosil qilishni beryapti. Shuning uchun ham u yuqori haroratdagi oddiy moddalar bilan reaksiya kirishyapti. Yuqori haroratda qizilganda kislorod bilan, xlor bilan va oltin g'o't bilan reaksiya kirishyapti va hammasida ko'rib turganinglardek ekvivalent. Endi rux odatdagi sharoitda suv bilan reaksiya kirishmaydi. Suv bilan reaksiya kirishmaydi. Odatdagi sharoitda kislotalar bilan reaksiya kirishib tuz hosil qiladi. Demak, kislotalar bilan odatdagi sharoitda kirisha oladi. Tuz hosil qila oladi. Endi sulfat va nitrat kislota bilan kislotaning konsentratsiyasiga qarab turlicha reaksiya kirishadi. Suyultirilgan sulfat kislota bilan quyidagicha. Demak, suyultirilgan bo'lsa,
Ruhga sulfatsa qo'shganimizda ruh sulfat bilan vodorod. Endi mabodo konsentrlangan bo'lsa nima bo'lar ekan? Mana qanday konsentrlangan yozib qo'yadi odatda. Odatda ruh sulfat bilan birgalikda mana B2 chiqar ekan, lekin undan tashqari vodorod sulfid, oltin yogurt chiqishi ham mumkin ekan. Ba'zan hammasi birgalikda keladigan shakli ham bor. Lekin mana bunisi bizda ko'proq keladi. Ruhga konsentrlangan sulfat kislota natijada ruh sulfat, SO2 va suv hosil bo'ladi. Endi shunday qilamiz. Nitrat kislota bilan ruh ta'sirlashganda vodorod hosil bo'lmaydi. Kislotaning konsentratsiyasiga qarab reaksiya quyidagicha ketadi. Nitrat kislotadan hech qachon vodorod chiqmaydi. Bunaqa reaksiyasi yo'q. Endi e'tibor beringlar. Agarda konsentrlangan bo'lsa, ruh nitrat, azot 2 oksidi va suv chiqadi. Agar suyultirilgan bo'ladigan bo'lsa, azot 1 oksidi chiqyapti. Qolgan qismlarda farqi yo'q. Ruhga nitrat kislota qo'shsak, ruh nitrat NO suv konsentrlanganda suyultirilgan bo'ladigan bo'lsa nima ekan bizda? Azot 1 oksidi. Demak, konsentrlanganda 2 oksidi, suyultirilganda 1 oksidi chiqar ekan. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib ketaman, 8-sinfda berilgan konsentrlangandan ba'zan azot 4 oksidi ham chiqishi mumkin. Bunaqa variant ham to'g'ri hisoblanadi. Endi mabodo juda ham suyultirilgan bo'ladigan bo'lsa, mana ammoniy nitrat chiqyapti ekan. Demak, ammiak chiqadi-da, u nitrat kislota bilan yana ta'sirlashib ketadi. Mana shunisida demak bizda farq paydo bo'lyapti. Endi qaranglar. Demak, ruhda mana shunday bizda 3 ta reaksiyasi bo'lyapti. Konsentrlangan, suyultirilgan, juda suyultirilgan. Men buni qanday qilib farqlayman desa, odatda bizga savolda o'zi aytib ketadi. Ruhga konsentrlangan nitrat kislota qo'shildi deydi yoki ruhga suyultirilgan nitrat kislota qo'shildi degan paytda shunisidan farqlab olasizlar. 90% holatlarda o'zi aytib ketadi qanday reaksiyaligini. Qolgan 10% holatlarda konsentratsiyasiga qarab olsanglar bo'laveradi. Misol, konsentrlangan nitrat kislota misol 63% bo'lishi mumkin, 60% bo'lishi mumkin. Foizi yuqori bo'lsa bu konsentrlangan. 20-30% odatda suyultirilgan nitrat kislota bo'ladi. Juda suyultirilgancha uni foizini bilmayman to'g'risi. Uni o'zi aytib ketadi. Xo'p, endi ruh amfoter bo'lganligi uchun ishqorlar bilan ham reaksiya kelishadi. Mana shu zo'r deb yozib qo'yish shu joyiga zo'r reaksiya. Ruhning shu reaksiyasi odatda sertifikat savollarida men bir necha bor ko'zimga tushib qoldi. Ruhga konsentrlangan, mana ruhga natriy gidroksidning eritmasi qo'shildi deb ketadi. Mana shu reaksiya bo'ladi. Mana bu birikma bo'lsa, natriy tetragidroksosinkat deyiladi. Mana natriy 2 ta, OH dan 4 ta ruhli birikma. Natriy sinkat tuzining suvdagi kompleks holati. Yoki nima dedik? Natriy tetragidroksosinkat. Mana buni o'zi bo'lsa natriy sinkat. Xo'p, davom etamiz. Oksidlar. Ruh oksidi oq rangli modda. Uni olish uchun quyidagi kimyoviy reaksiyadan foydalanamiz. Demak, 3 xil yo'l bilan olsa bo'ladi. Birinchisi, kislorod bilan qizdirish yoki tabiiy birikmasi ruh sulfidni havoda kuydirish. Demak, ruhni qizdirgan paytimizda ruh oksidi bo'lyapti. Ikkinchisi, tuzlarni qizdirish. Mana ruh karbonat qizdirilgan paytda ruh oksidi va karbonat bo'lyapti. Pastda mana bu ham zo'r. Ruh nitrat qizdirilganda mana ruh oksidi, azot peroksidi va kislorod chiqyapti. Uchinchisi, ruh gidroksidni qizdirish. Ruh gidroksidni qizdirgan paytimizda ruh oksid bilan suv hosil bo'lyapti. Endi ruh 2 oksidi amfoter bo'lganligi uchun amfoter esimizdami? Kislota bilan ham, asos bilan ham reaksiyaga kirisha oladi. U kislota bilan ham, asos bilan ham kirishadi. Mana birinchisida kislota bilan reaksiyaga kirishib ruh sulfat suv hosil qilyapti. Ikkinchisida asos bilan reaksiyaga kirishib uni kompleksli birikmasini hosil qilyapti. Endi ruh guruhchasi elementlarining gidroksidlari suvda erimaydi. Bular suvda erimaydigan gidroksidlar. Ularni olish uchun suvda eriydigan tuzlariga ishqor ta'sir ettiriladi. Suvda eriydigan tuziga ishqor qo'shamiz. Demak, mana birinchisi ruh sulfatga natriy gidroksid qo'shgan paytimizda ruh gidroksid va natriy sulfat oddiy almashinish reaksiyasi. Ikkinchisi, kadmiy sulfatga natriy gidroksid qo'shganimizda ham shunaqa. Kadmiy gidroksidi cho'kma, ruh gidroksidi ham cho'kma va natriy sulfat. Endi qo'shimcha ma'lumotlar.
Xo'p, simop gidroksidi juda ham beqaror modda, tezda parchalanib ketadi. Hattoki eritmada hosil bo'lishiga parchalanib ketadi. Kadmiy 2 gidroksidi, asosan asos xossalik. Endi rux gidroksidi bu amfoter xossaga ega. Endi rux gidroksidi kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, tuzlarni hosil qiladi. Bu reaksiyasi oson. Rux gidroksidiga sulfat sifatida qo'shadigan bo'lsak, rux sulfati va suv hosil bo'lyapti. Endi hosil bo'lgan rux sulfat tuzi rux kuparosi, ya'ni kristallgidrat olinadi. Rux kuparosi, rux sulfat 7 ta suv. Endi rux kuparosi eng muhim birikmalardan bo'lib, ko'p maqsadlarda ishlatiladi. Endi rux gidroksidi yuqorida aytib o'tilgandek amfoter xossaga ega bo'lganligidan ishqorlar bilan ham reaksiyaga kirishadi. Natriy gidroksid qo'shgan paytimizda natriy tetragidroksisinqatga aylanib ketyapti bizda. Xo'p, endi simop ozgina joyiga berib ketgan simop haqida ma'lumotni qaranglar ko'ramiz. Simop odatdagi sharoitda suyuq. Termometr gradusning ichida ko'rgansizlar, simop suyuq bo'ladi. U kumushsimon yaltiroq bo'lib, elektroissiqlikni yaxshi o'tkazadi. Simopli termometr, barometrlarni ko'rgansiz. Barometr bu bosimni o'lchash asbobi. Simop bug'lar nihoyatda zararli. Uning bug'lari insonni o'ldiradi. Odatdagi sharoitda havodagi spirt va boshqa moddalar bilan reaksiyaga kirishmaydi. Ammo qaynash haroratiga yaqin qizilgan paytimizda 357-25 gradusda kislorod reaksiyaga kirishib, 2 xil oksidni hosil qiladi. Demak, qora ranglisi bu simop 1 oksidi, qizil maydalangan holda bo'lsa sariq bu simopning 2 oksidi. Demak, simopning 1 oksidi bu qora rangli. Endi keyingisi. Simop 2 oksidi simopning boshqa zarur bo'lgan birikmalarini olish uchun xom ashyo. Xo'p, simop 2 nitrat tuzini qizdirish yo'lidan simop olish mumkin. Demak, simop 2 nitrat tuzini qizdirgan paytida simop olinadi. Bu reaksiya ham muhim reaksiyalardan qaranglar. Endi simopni suvda eruvchan tuzlarga ishqor ta'sir ettirib ham olish mumkin. Bundan avval o'tganimizda simopni 2 gidroksid hosil bo'lishi kerak edi, ammo simop 2 gidroksidi beqaror birikma bo'lganligi sababli simop 2 oksidi hosil bo'ladi. Demak, men tushuntiraman. Simop 2 nitratga natriy gidroksid qo'shgan paytda simop 2 gidroksid chiqish kerak edi, u parchalanib ketyapti mana simop oksidi va suvga. Plus natriy nitrat. Endi simopning suyultirilgan nitrat kislota bilan ta'sirlashuvi qaranglar, azot toroksid chiqadi bunda. Simop 2 nitrat, azot toroksidi va suv. Endi simop uning birikmalari zaharli, u bilan ishlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Rostdan simop og'ir metall bu zaharlanishga olib kelishi mumkin. Endi ishlatilishi. Rux metalli korroziyaga chidamli bo'lganligidan temir buyumlarni sirtini qoplash uchun ishlatiladi. Turli o'lchamdagi tunukalar tayyorlash uchun rux ahamiyatga ega. Keyin rux turli xildagi qotishmalar hamda galvanik elementlar, ya'ni akkumulyatorlar, batareyalar tayyorlashda ham ishlatiladi. Endi rux kuparosi va ammofos, ammoniy gidrofosfat aralashmasi ruhli mikro'g'it sifatida qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Tirik organizmda rux elementining yetishmasligi turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Endi rux xlorid. Rux xlorid metallarni payvandlashda ishlatiladi. Rux sulfitni bariy sulfit bilan aralashmasi oq rangli bo'yoq tayyorlash uchun kerak. Oq rangli bo'yoq. Rux sulfit bilan bariy sulfat, demak bizda nima ekan? Oq rangli bo'yoq. Endi kadmiy sulfitdan turli xildagi sariq rangli bo'yoq tayyorlanadi. Qaranglar, zo'r joy. Rux sulfit bilan bariy sulfat oq rangli bo'yoq, kadmiy sulfit o'zidan sariq rangli bo'yoq olinadi. Endi mana bu kadmiy sulfit bilan bariy sulfatni aralashmasi kadmopon deb atalib, u lak bo'yoq sifatida ishlatiladi. Endi simop uning birikmalaridan turli xil dorilar tayyorlanadi. Simop o'zi turli metallarni eritadi. Simop eng zo'r xususiyati turli metallarni eritadi. Metallarning simopdagi eritmasi amalgama deb ataladi. Amalgamalar metallurgiya va tibbiyotda qo'llaniladi. Xo'p, pastdagi reaksiyalarni ko'rib qo'yamiz. Shu bilan 30-mavzu tugaydi. Qanday reaksiyalarni tushuntirib ketaman, reaksiya. Xo'p, rux karbonatdan rux oksid olish uchun qizdirish kerak. Endi rux oksiddan rux olish uchun odatda uglerod is gazi qo'shiladi, vodorod qo'shsa ham bo'ladi. Endi bo'lsa, ruhdan rux sulfat olish uchun suyultirilgan yoki konsentrlangan sulfat sifatida qo'shiladi. Olti suyultirilgan qo'shiladi. Endi rux sulfatdan rux gidroksid olish uchun esa natriy gidroksid qo'shiladi yoki kaliy gidroksid. Endi rux gidroksiddan rux oksid olish uchun qizdiriladi va oxiri uglerod yoki vodorod qo'shiladi. Demak, 30-mavzu shundan iborat edi. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilm olishdan charchamanglar.
kommentariya va o'zinglar qarab bemalol bosib qo'ysalar bo'laveradi.